Jigaringizning 20% qolsa ham u to'liq tiklanishi mumkin. Oxirgacha ko'ring, bu siz uchun juda muhim. Tasavvur qiling, agar jigaringizni hatto 20% qismi qolgan bo'lsa ham, u o'zini qayta tiklay oladi. Ha, bu fantastika emas, bu real fakt. Jigar inson organizmidagi eng kuchli regeneratsiya qila oladigan organlardan biri. U hatto 2 yil ichida deyarli to'liq yangilanishi mumkin. Lekin asosiy savol, u qanday tiklanadi? Javob oddiy, lekin muhim. Jigar hujayralari o'rniga yangi hujayralar paydo bo'ladi. Lekin yangi hujayra sifati sizga bog'liq. Agar siz noto'g'ri ovqatlansangiz, organizmni qo'llab-quvvatlamasangiz, yangi hujayra ham avvalgidek kasal bo'ladi. Demak, vazifa jigarni to'g'ri oziqlantirish. Shu yerda ko'pchilik so'raydi, fosfolipidlar yordam beradimi? Ha, fosfolipidlar jigar hujayrasini tiklashda qatnashadi. Hujayra devorini mustahkamlaydi, regeneratsiya jarayonini qo'llab-quvvatlaydi. Eng muhim haqiqat, hozirgi tibbiyot hali ideal regeneratsiya sharoitini to'liq yaratib bera olmaydi. Chunki bu faqat bitta preparat emas, bu sog'lom turmush tarzi, ovqatlanish va organizm holatiga bog'liq. Jigar tiklanadi, lekin qanday tiklanishi sizga bog'liq. O'zingizni ehtiyot qiling va vaqtida jigaringizni qo'llab-quvvatlang. Agar sizda jigarda muammo bo'lsa, Telegram kanalimda to'liq ma'lumot olishingiz mumkin.